Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Xiva shahri Yangi Turmush mahallasida 4 qavatli yangi domni ikkinchi qavatida 3 xonali kvartiramiz sotiladi ekan. Xiva shahar Yangi Turmush mahallasi. Nerber desangizlar, og'aynilar, berimiz Xiva Mario City'ni Cheverni yonidagi, Perikroskani yonidagi katta dom, shudan kirib kelsangizlar. 4 etajli domda. Hozir yo'l ochib bir ko'rsatib beramiz. Bu kvartiralara ikki tarafdan girsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu yon tarafdan girsam bo'ladi, bu yon tarafdan girsam bo'ladi. Hozir ikki tarafdan ham ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, obunachilar, birinchi taraf shu yerdan girsangizlar bo'ladi. Bu yerda yana Cheverni Perikroskasi, kamerani tagidan shu yerga girasizlar. Bu yon tarafimiz Med kollej, rayonniy больница tarafiga ketadi. Shu yerdan girib borsangizlar, mashinada bemalol girsa bo'ladi. Og'aynilar, mashinada bemalol girsangizlar bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi podez. Bu kvartiramizga ikki tarafdan girsa bo'ladi deb aytib o'tdim. Bu ikkinchi tarafi. Bu yonimiz yana односторонний yo'l, Xivadagi gastronomniy yo'li. Ko'na parkka ketadi. Bu yonda Mario City, Cheverni Perikroskasi. Shu yerdan girib borsangizlar bo'ladi. Bu yon tarafdan ham, u tarafdan ham, bu tarafdan ham girsa bo'ladi kvartiraga. Ko'raverasizlar, 4 etajli dom. Şuradan girganimizdan doğrudagi podezga girib boriladi. Şu kvartira ikkinchi qavatga ko'tariladi. O'ng tarafda yana bir oyna, ikki oyna. Bu yoqda bir balkon, narigi tarafida yana bir balkoni bor. Bu 85-domni 30-kvartirasi ekan. Podezlarga qaranglar, toza bog'ni miramir bosilgan. Travertin urilgan. Shunda nomerlar yopishtirilmoqda, lekin 30-kvartira og'aynilar. Yine og'aynilar, kvartiraga girib oldik. Giraverishimiz kafel, laminat bosilgan. Yon boshimizda yana chap tarafda avtomatlar qo'yilgan, klitchatorlar. Wi-Fi ham bor ekan, qaranglar, toza optik tolalar. Tez ishida internet kelgan Wi-Fi. Potoloqlari natijnoy qilingan ekan, stenalar oboya tayyorlanib turibdi, shpakulovka urilgan. Keyin отопление profil batareya qo'yilgan ekan. Giraverishimiz o'ng tarafda bir xona bo'ladi. Razmerlardan pryamoy aytib o'tamiz og'aynilar. Kvartiramiz 74-70 kvadrat. 74, почти 75 kvadratdan. Shunda bu xonamizning eni 279, 280 hisoblangan. Uzunasi esa 476. Bu bir xona. Ko'chadan ko'rishlaringiz mumkin. Plashatka bor. Stang, mashin qo'yadigan joy bor ekan, o'tiradigan joylar bor. Bolalar o'yingohlari bor ekan. Bolalar o'yingohi. Oynalar plastik oyna qo'yilgan. Ketdik. Dalshi ketamiz. Dalizimizni bir enini uzunligini bir aytib beradi. Eni 1.48 bor, 1.49 ekan. Uzunusini ko'ramiz. 7.16 ekan. 7.17 hisob ekan. Dalizning uzunasi. Eshiklari yana ichki eshik qo'yilgan ekan. O'zi zavodskiy eshik qo'yilgan ekan. Uni laminat ishlangan emas ekan, bu zavodskiy eshik ekan. Russkiy listiki. Bo'ldi. Gap yo'q. Polimiz laminat bosilgan. Yonda ikkinchi xona. Yana qizil natijani urilgan ekan.
Menimcha bu shkaflarni spalni garnituralarni olib keladilar. Eshiklari. Bu xonaning ham ikkisini menimcha razmeri bir xil. Razmerini o'lchab qo'yamiz. 476. Shu endi narigi bir shkaf bo'lgan o'lchab qo'yamiz. Xo'sh, keyin do'rga o'tamiz. Do'g'rimizda vannaxona bo'ladi, dushovo etilgan ekan, patolog plastik, devorlar ham stenali plastik, Ariston bor, Royal firmaniki, rakovina unitazi bor. Poli kafel bosilgan ekan. Keyin o'ng tarafimizda bu yerda kuxnya bo'ladi. Kuxnyada bir balkon, bu yerda zalda bir balkon bo'ladi. Bu yer zalimiz, zalni ham ko'rsatamiz hozir. Bu kuxnya. Sirazi kuxnyani eni bo'yini aytamiz. Uzunluğu 377, enine 275 eni. Atapleniya barina kvartira uchun kichkina ixchamli kotel qo'yilgan. Lishniy gaz расход qilmaydi, o'zina yetarlini yoqib, yetarlini ishlatadi, kvartira qizadi. Gaz счетчик o'zina qo'yilgan kuxnya. Vodoprovod suv ham girgan ekan ichana og'aynilar. Ko'rib olasizlar. Ağa bu xolodilnik, gaz plita, kirmashin bilan olib ketiladi, to'g'rimi? İçindagi spalni garniturlar olib ketiladi axir. Mana, olib ketiladi. Bu yanimiz yine balkon. Balkonimiz ham yine kichkina ixchamli. 1,20 metr shunday chiqadi. Uzunasi 1,5 metrdan ziyod. Mana. Plastik akva ayna qo'yilgan. Keyin zalni ko'rsatmadik. Bu yanimiz zal. Sırası girenlik razmerini aytamiz. 263 ekan eni. Uzunasi 641. Почти 6,5 metr. Bu taraf qaysini qaragan ekan? Bu tarafimiz. Hozir bu yan tarafdan girdik, bu yan bosh tarafi. Zalni bir stachkada turibdi ekan, og'aynilar. Laminatni oladigan odam bo'lsa, kvartira oladigan odam bo'lsa, laminatni davom ettirib beradi bu yana. Patologlar natijnoy qilingan ekan. Yan boshlar gipsokarton, o'rta natijnoy. Ajoyib og'aynilar, kvartiraga gap yo'q. 3 xonali, yana bu yerda 2 xona, bu yerdan giraverish 2 xona. Keyin bu yerda bir zal, to'g'rimizda yana vannaxona, bu yanimizda kuxnya. Bir oilaga zo'r og'aynilar, 3 xonali kvartira. Endi dokumentini ko'rsak, dokumentini barbaring qog'ozini ham bir ko'rsatali. Endi og'aynilar, bu yerda dokumenti oladigan odam bo'lsa, men ko'rdim ichini, kvartirani oladigan odam bo'lsa, tekshirib kelib ko'rib olaveradi. Mana. Endi og'aynilar, kvartirani krediti bor ekan. 3 yil davomida to'lanib kelayotir. Agarda oladigan odam bo'lsa, o'zi общий kvartiraning narxi 35 ming dollar aytiladi. 15 ming dollar oldindan расчет qilinsa, bankni pulni расчет qilinadi. Ana keyin qolganini oldlarini o'tkazib, o'lni 35 ming dollar aytiladi, shu yerning galishi beriladi. Ana keyin ishlab расчет qilaverasizlar. Agarda ishonadigan odam bo'lsa, egasini, kvartiraning egasini oldinda turadi, oyma-oy to'lab borilaveradi, shunda deb kelishsa bo'ladi. Oldindan bu egasini расходini to'lagan pulni gaplashib turib, расчет qilib turib, izini davom ettirsa bo'ladi. Ana bu yerni o'zingiz gaplashib olaverasizlar. Bizlardan ko'rsatib berish og'aynilar, sizlardan kvartirani kelib ko'rib, egalari bilan kelishib, ma'qul bo'lsa xarid qilish. Sog' bo'ling, qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi telefon nomerlari orqali gaplashib olaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga niyat etganlarga shunday chiroyli kvartiralar, chiroyli hovli-joylar nasib etsin. Rahmat hammaga.